Kasb tumanida nima yangilik bo'lsa ko'rsataman deb sizlarga va'da berganman. Bugun Kasb tumanida dehqon bozor ichida qizlar uchun butik ochilgan desam ishonasizlarmi? Nishona singlimiz bugundan butik ochgan ekanlar. O'zi ochganlari 3 kun bo'lgan. Bugundan mana ish boshlangan. Ko'rib turibsizlar, zamonaviy kiyimlar olib kirdim dedilar. Nishona, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Do'koningizga tabriklaymiz. Rahmat. Kasb tumani mana shunaqa foydasi tegadigan butik ochgan ekansiz. Menimcha qizlar juda ham xursand bo'lishadi sizdan. Albatta. Do'koningiz haqida ozroq ma'lumot bersangiz, nima kiyimni olib kiryapsiz, qayerdan olib kiryapsiz, qanaqa kiyimni olib kiryapsiz? Hozir bizda asosan zamonaviy qizlarimiz uchun xohlagan turdagi kiyimlarimiz bor. Kofta deydimi, yubka deydimi, вечерний deydimi, ko'ylak deydimi, eng trenddagi hamma kiyimlarni olib kirganmiz. Hammasidan bor. Hammasidan bor. Tanlab, kelib, ko'rib, tanlab, kiyib ko'rib bemalol olib ketishlari mumkin. Keyin qarang, siz zakaz bilan ham olib kelib berasiz. Albatta. Qanaqadir internetdan ko'rishsa, Nimadir ko'rishsa, menga masalan mana shuni keltirib bering, mana shuni yoqdi menga, bitta kiyib ko'ray, olib kelib bering deysa ham bemalol olib kelib beramiz. Bemalol kiyib